Mana soat ertalabki 7:23. Tovuqlarning ovqatini tayyor qilib qo'yganmiz. Hozir bu ovqatni tovuqlarga berib, keyin effektini, tovuqlarning tuxum qo'yganini ko'rsatib beramiz sizlarga. Bug'doy bitta qaynatib 10 soat, 12 soat turgan, jo'xori qo'shilgan va Ikota zavodining spetskorumlari, granulali spetskorumlari qo'shib qo'yilgan. Mana bu bug'doy ancha ishib qolgan. Sababi bitta qaynatib 10 soat, 12 soat turgan suvda. Hozir buni tovuqlarga berib ko'rsatib beramiz hammasini. Mana tovuqlarimizga tayyorlangan ovqatni berib qo'ydik. Ishtaha bilan yeyapti hammasi. Bu yerda katta tovuqlarimizga ham berganmiz ovqatdan. Xuddi o'sha ovqatdan berib qo'yilgan. Bular ham yoqtirib maza qilib yeyapti. Tuxum idishga ko'rsatib ketaman. Tuxum idish bo'sh. Hali hech qancha tuxum qo'ymagan. Hali endi nechta tuxum qo'ysa hammasini borini ko'rsatib beramiz. 15-aprel soat 7:30. Tovuqlarimiz video boshidagi yem yeb, bu yerdagi tovuqlarimiz 20 ta tuxum qo'yibdi. Bu yerdagi katta tovuqlardan ham tuxumlarni oldik, ko'rishingiz mumkin. Yem birinchi kuni bo'ldi, birinchi ishi bo'ldi. Hali bu yemdan yana davomiy qilib berib, hali yana videolar chiqazamiz. Shu tovuq qozlarga videoni jo'natib qo'yaylik. Video yoqqanmos like bosib qo'yishni, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqazmanglar. Mana tovuqlarimiz har kuni yaylovga chiqadi. Bugun ulgurmadim chiqazishga. Har kuni bu yoqqa yaylovga chiqazamiz. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.